Namangan muntazam yo'l patrul xizmati maskandamiz. Qamchiq dovonida harakat vaqtida charchoq bo'ladi. Postdan demak Rezaksoygacha demak avariya o'choq hisoblanadi. Bular asosiy maqsad hozir to'xtatishdan. Charchoq oqibatida hozir avariya bo'lish oqibati ko'payyapti. Harakatlanasiz yuk kelsa dam oling akajon. Yuk avtomobillari bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari ko'payib boryapti. Qamchiq dovonida yomg'ir yog'yapti. Ehtiyot bo'lib harakatlansa, xo'p, yo'llar sirpanchiq bo'lishi mumkin. Sizlarda qanaqa choralar qo'llaniladi? Haydovchilar yig'ilib targ'ibot o'tkaziladi. Bu yo'l patrul xizmati maskanda demak 205 yo'l belgisi yo'q. Haydovchilarimiz yoshligi, malakasizligi, yuk avtomobillariga harakatlanish tezligi eng maksimali 50 km/soat qilib belgilangan. Hushyorlikni oshirish va ogohlantirishdan iborat. Albatta. Bu yerda tegishli yo'l belgilari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, nazorat kuzatuvchilari. Demak biz Namangan muntazam yo'l patrul xizmati maskandamiz. Ya'ni ko'pchilik nomi xalq tili bilan aytganda Qamchiq dovoniga kirishdan oldingi Naves post deyishadi. Bu yerda o'shatamiz. Hozir yo'l patrul xizmat xodimlarining demak xizmat jarayonlarini kuzatamiz. Nodir 1757 bo'yicha demak arizalar berilgan. Boshqaruvchi organlar holatimiz bor aka. Ehtiyot bo'lib, yo'l harakat qoidalariga amal qilib, harakatlanasiz yuk kelsa dam oling akajon. Yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, katta serjant Xudoyberdiyevman. Qamchiq dovonidagi yomg'irli holat, tepa sirpanchiq bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lib, yo'l harakat qoidalariga amal qilib harakatlanasiz. Xo'p aka, yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum, katta serjant Xudoyberdiyevman. Qamchiq dovonida yomg'irli holat aka, ehtiyot bo'lib, yo'l harakat qoidalariga amal qilib harakatlaning. Xo'p, yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi aka? Serjant Xudoyberdiyevman. Qamchiq dovonida yomg'ir yog'yapti. Ehtiyot bo'lib harakatlansa, xo'p, yo'llar sirpanchiq bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi aka? Serjant Xudoyberdiyevman. Qamchiq dovonida yomg'irli holat, ehtiyot bo'lib harakatlaning. Xo'p, yo'l harakat qoidalariga amal qilib. Assalomu alaykum, inspektor Qosiyev, charchamay kelyapsizmi? Nima yukis bor ekan? Aka, tepada yomg'ir yog'yapti, yuk kelsa chekkaga qo'yib qo'yamiz. Tushda sekin tushamiz. Ha? Siypanib ketyapti mashina. Hushyor bo'ling. Inspektor Qosiyev, assalomu alaykum. Charchamay kelyapsizmi? Tepada yomg'ir yog'yapti, hushyor bo'lasiz, tushundingizmi? Yuk kelsa chekkaga qo'yib uxlang, damda oling. Tushda aynasa tushda sekin tushib borasizlar. Assalomu alaykum. Tog'a charchamay kelyapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tepada yomg'ir yog'yapti, hushyor bo'lasiz. Tushda ham, ha? Sekin chekka qo'yib tushib borasiz. Assalomu alaykum. Tezlikni oshirmay yuramiz, tepada yog'ingarchilik bor, ha? Tushda ayniqsa. Uyqu kelsa chekka qo'yib uxlang. Salomatlar. Assalomu alaykum. Charchamay kelyapsizmi aka? Yo'q, hujjatli shart emas aka. Yomg'ir yog'yapti, tezlikni oshirmay yurasiz. Siypanyapti mashina. Ha aka? Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi aka? Charchamayapsizmi? Serjant Xudoyberdiyevman. Dovonda yomg'irli holat, ehtiyot bo'lib harakatlanasiz. Xo'p, yaxshi yetib oling. Oq yo'l. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi aka? Yomg'irli holat bo'lyapti dovonda. Ehtiyot bo'lib harakatlaninglar. Xo'p, yo'l harakat qoidalariga amal qilib.
Assalomu alaykum. Katta serjant Xudoyberdiyevman. Har bitta haydovchilarni ogohlantiryapmiz. Dovonda yomg'irli holat, ehtiyot bo'lib harakatlaning. Xo'p aka, yaxshi yetib oling. Demak, hozir bularni to'xtatishdan asosiy maqsad demak hushyorlikni oshirish va ogohlantirishdan iborat, Albatta. to'g'rimi? Harakat xavfsizligini ta'minlab, mana har xil ko'ngilsiz oqibatlarga olib keluvchi avariya holatlarini oldini olish. Birinchi maqsad shu. Hozir mana treylerlarni ko'rdik biz. Demak, dovonga kirishdan oldin treylerlar taxlanyapti. Maqsad nima bilan taxlanib turibdi? Dam olishini ta'minlayapmiz aka. Bemalol harakatlaning, ogohlantirib turing hozir 1 minut. Dam olishini, mana dam Mana olishini. hozir treylerlarni ko'rdik. 20 ta treyler turibdi. Dovonga kirish oldidan, ya'ni yo'l patrul xizmati maskaniga kirish oldidan bular asosiy maqsad hozir to'xtatishdan. Asosiy maqsad Qamchiq dovonida harakat vaqtida charchoq bo'ladi. Yuk mashinalarda uzoq voqadan kelayotgan, vodiydan kelayotgan yuk mashinalarda charchoq bo'ladi. Charchoq oqibatida hozir avariya bo'lish oqibati ko'payyapti. O'shaning uchun bularni dam oltirib, sergak holda Qamchiq dovonida harakatlanishni ta'minlash. Endi menga kelgan ma'lumotlar yoki men bilgan ma'lumotlarga ko'ra, mana shu postdan demak Rezaksoygacha demak avariya o'choq hisoblanadi. Ya'ni eng ko'p yo'l transport hodisalari aynan shu yerda sodir bo'ladi va oxirgi vaqtlarda aynan demak yuk avtomobillari bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalari ko'payib boryapti. Ya'ni hozir o'shanga asosiy maqsad va qayerdadir kofe tarqatadi. Mana hozir Namanganda ko'rdik biz xuddi shunaqa yo'lni. Demak, kofe tarqatishyapti, boshqa qilishyapti. Sizlarda qanaqa choralar qo'llaniladi? Bizda haydovchilar yig'ilib targ'ibot o'tkaziladi. Mana alohida nimalarimiz, joylarimiz mo'ljallangan. Mana haydovchilar dam olish uchun chetga chiqib, har bittasiga tushuntirishlar olib boriladi xodimlarimiz tomonidan. Har bittasiga tushuntirishlar olib borilgandan keyin charchog'i bor haydovchilar chekkaga chiqib dam oladi. Agar yo'q, hushyorman, dam olib chiqaman desa, ehtiyotkor bo'lib, Qamchiq dovonida harakatlanib kelish uchun ruxsat beriladi. Siz aytayotgandek bu avariyaga sabab bo'luvchi narsalar asosan shu charchoq oqibatida bo'lyapti. Keyin To'g'ri. haydovchilarimiz yoshligi, malakasizligi o'sha avariya nimasiga olib kelyapti hozir. Ya'ni hozir bu Avariyaga sabab chalg'itishi bo'luvchi. bitta usuli, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni chalg'itib, Mana hozir to'xtatib har bittasiga talab qilinsa shu narsa, mana dam olishi. Masalan, charchab turgan shofyorlar mana o'zingiz aytyapsiz, pastda ko'pchilik treyler shofyorlar, mana qolganlar bu yerda bemalol joylarimiz keng, haydovchilar, yuk mashina haydovchilariga, xohlasa yengil mashina haydovchilariga belgilanib berilgan mana joy. Plashatkamiz katta. Bemalol dam olish sharoiti bor. Charchoq bo'lsa dam oling. Yaxshi yetib oling. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlarmi aka? Qamchiq dovonida yomg'irli holat, ehtiyot bo'lib harakatlaning. Xo'p, yaxshi yetib oling. Yana bir narsaga ahamiyat beringlar. Demak, bu yo'l patrul xizmati maskanida demak 205 yo'l belgisi yo'q. E'tibor beringlar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi aka? Charchamadingiz? Qamchiq dovonida yomg'ir yog'yapti, ehtiyot bo'lib harakatlanasiz. Xo'p, charchoq bo'lsa dam oling, chetga chiqib, mana plashatkalarimiz bor. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, yana bir narsani eslatib o'tish lozim. A373 yo'li, ya'ni mana shu Perivaldan o'tgan qismi 221-kilometrdan 268-kilometrgacha. Xullas, jaydari tilda tushuntirganda Namangan postidan, yo'l patrul xizmati maskandan xalq tilida 33 degan joyi bor. Ana o'sha qismigacha ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga harakatlanish tezligi eng maksimali 50 km/soat qilib belgilangan va yengil avtomobilga demak eng yuqori tezlik 80 km/soat qilib belgilangan. Bu yerda tegishli yo'l belgilari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Mana shu yo'l qismida 33 gacha 80 km/soat tezlikda harakatlanamiz. Yo'l patrul xizmati maskanimizdan avtomobillar demak kamaydi. Biz esa Toshkent tomon yurishda davom etamiz va yo'l-yo'lakay sizlarga bir qiziq ma'lumotlar yetkazishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling.